Assalamu alaykum, arzuyum tam pişiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz goba, ya'ni ochiq chuchuk qiyiqcha pishirish usuli. Buning ketilgan materiallardan buningda 2 dona tuxum, 1 qoshiq tuz, ya'ni mushundaq oshli qo'shig'ida biljidoq, 1 qoshiq tuz, 1 qoshiq qarmosh, 1 qoshiq kavajin, ya'ni xojudan 1 qoshiq, 2 qoshiq qizilmush talqini, 2 qoshiq qo'ymayi va qo'ymayi 60 gram qo'ymayi, 1 kilo un, undan keyin mush muvofiq miqdorda suv ketadi xonimlar. Ham bu tayyorlash bosqichi bo'lsa, unimizni bir yo'g'onoq qachimiz quyib olgandan keyin tuz, qarimosh, xoju, qizilmush talqini, 2 dona tuxum, barliq xurujlarni qo'ymayi qatorliqlar hammasini solgandan keyin buni hammasini aralashtirib xamir yo'g'irmiz xonimlar. Buni tashi aralashtirib olgandan keyin hammasini boyiqi suyimizni quyib xamir yo'g'irib olamiz. Buni aralashtirib shunda holat kelganda hammasini aralashtirib oldik. Endi suyimizni oz-ozdan quyib turib xamir yo'g'irib olamiz xonimlar. Mana qizlar, bu xamirimizni lag'manning xamiriga o'xshash yo'g'irib oldik. Bu yo'g'irilgan xamirimizni 20 minut tindirib bo'lgandan keyin yeyib qiyiq shaklda kesamiz xonimlar. Xamirimiz 20 minut turgandan keyin biz uni sikilaklarimiz yoki xalolarimizning yordamida yeyib oldik buni. Buni yeyib olgandan keyin buningdek chekishlarimiz bilan buning ham yeriga chekish bilan urib tush kechib Ondan keyin biz shu qiyiqcha kesadigan asbobimiz bilan musha kesib oldik. Yoki pichoqlarimiz bilan kesib olsangiz bo'ldi. Endi buni ajratib, qozonga yog' qo'yib, yog'imiz qizganda buni yog' qisab pishirib olsak bo'ldi xonimlar. Mana qizlar, qozonga yog'ni qo'yib, sozini qizg'an qizib olgandan keyin mavu xamirimiz soldik. Sap buni qizartib olamiz. Qo'shimcha yeyishlik va ta'mli chiqadi xonimlar. Mana qizlar buni suzib oldik. Endi buning ustiga uvoqlaza, xoju, tuz, zira qatorliqlarni qaytadan sepib iste'mol qilamiz xonimlar. Bu shunchalik ochiq chuchuk bak yeyishli chiqadi. Undan olsa bugungi darsimiz tamom bo'ldi. Shuning bilan go'ba tayyor bo'ldi. Mavi xamiri qalin yeyilgani qaraganda, ma xamiri nefis yeyganimiz shunchalik o'xshabdi xonimlar. Bo'lsa xamirini nefis qilsangiz shunchalik yeyishlik bo'lar ekan. Bugungi darsimiz tamom bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'lingizlar.